Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Yosh avlod kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizda yana bir bor ko'rishtirganimdan va nihoyat xursandman do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Vinayra Tweaker dasturi haqida gaplashamiz va uni qanday qilib o'rnatishni va uning funksiyalari haqida bugungi videomizda biz gaplashamiz akalar. Va akalar, videomiz sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, videoga albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz so'rab qolgan bo'lardim. Bu qilgan ishingiz albatta bizning kanalimizga borish uchun juda ham katta hissa qo'shgan bo'lardi. Xo'sh akalar, sizlar tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik do'stlar. Xo'sh, biz bugun videomizda Vinayra Tweakerni qanday qilib o'rnatishimiz kerak bo'ladi. O'zi u qanday dastur? Vinayra Tweaker haqida gapiradigan bo'lsam, bu Windows operatsion sistemasini kustomizatsiya qilish uchun va tweaklash uchun kerakli bo'lgan maxsus open source dastur hisoblanadi va u mutlaqo bepul va buni bizning Telegram kanalimizdan bemalol yuklab olishimiz mumkin. Albatta, bizning Telegram kanalimizdan dasturlardan boshqa juda ham katta, juda ham ko'p qiziqarli ma'lumotlarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Kundan kunga juda ham zo'r ma'lumotlar va qiziqarli ma'lumotlarimiz joylab boramiz. Albatta bularni va kanalimiz haqidagi so'nggi yangiliklar ham bu yerga joylab boriladi. Albatta ulardan bexabar qolmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishingiz so'rab qolgan bo'ladi. Uni ham silkasi video opisiyaniyasida bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Va o'zingiz qiziqtirayotgan barcha ma'lumotlarni, ya'ni savollarni bemalol bizning ma'lumot, ya'ni muhokama guruhimizga bemalol berishingiz mumkin bo'ladi. U ham video opisiyaniyasida. Xo'sh. Biz birinchi navbatda Telegram kanalimizdan Vinayra Tweakerni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. U xuddi shunday ko'rinishda, ya'ni arxiv ko'rinishda bo'ladi. Biz uni tashqariga chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni bilasizlar, Windows operatsion sistemasi juda ham ko'p arxiv turlarini o'zida podesha qiladi, ya'ni qo'llab-quvvatlaydi. Biz buni bemalol hech qanday arxivatorlarsiz chiqarib olishimiz mumkin. Lekin agar arxivator xohlaydigan bo'lsangiz, uni ham bizning Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Buni biz tashqariga chiqarishimiz uchun shoh joy tugmasini bosib, bu yerdan extract all tugmachasini bosamiz va buni bosganimizdan so'ng chiqarib olishimiz mumkin bo'lgan joyini belgilaymiz. O standart holatda arxiv fayl joylashgan bo'lim hisoblanadi va bundan extract tugmachasini bosamiz va bizning chiqarib olingan fayllar avtomatik bu yerga ko'rsatiladi. Va bu yerdan ko'rishimiz mumkin, bizda ikkita fayl, bitta silent setup va Vinayra Tweakerning ustanovka, ya'ni o'rnatuvchi fayli. Biz bu yerdan ya'ni silent setupni bosishimiz kerak bo'ladi, ya'ni hech qanday oynalar va boshqa ma'lumotlar chiqmaydi, o'zi avtomatik tarzda texnik o'rnatiladi. Shuning uchun buni bosamiz va bosganimizdan so'ng bizga quyidagi oyna ochiladi va ko'rishimiz mumkin, bizda nechta komandalar ko'rilyapti va albatta o'rnatish jarayonini davom ettirish uchun biz ruxsat berishimiz kerak. Bu yerda yesni bosamiz. Bu dastur avtomatik tarzda ya'ni antivirusni o'zi avtomatik tarzda chetlab o'ta oladi. Shuning uchun biz antivirusni o'chirishimiz shart emas. Va bizning dasturimiz ofiqali tarzda o'rnatildi va bu yerda ekranda repositoyda ko'rishimiz mumkin, bizda yangi yarlik paydo bo'ldi. Endi bizga arxiv kerak emas, buni biz bemalol o'chirib tashlashimiz mumkin. Va Vinayra Tweaker dasturini ochadigan bo'lsak va albatta ochish uchun ham ruxsat berishimiz kerak bo'ladi. Va bizga Vinayra Tweaker dasturi ochiladi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizda juda ham ko'p, 100 dan ortiq tweakerlarni bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Bularni barchasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Eng birinchi bo'lim bu albatta home bo'limi. Home bo'limda bizning standart kompyuterimiz haqida qisqacha ma'lumotlar beriladi, ya'ni operatsion sistemamiz, protsessorimiz, operativ xotiramiz va ekranning расширенияsi va kompyuterimizning qanchalik kuchliligi haqidagi maxsus darajani bizga ko'rsatiladi. Va bu yerda recent changes ikkinchi bo'lim, bu ya'ni oxirgi marta berilgan, ya'ni o'zgartirilgan amallar bo'ladi. Ya'ni bu yerdan ko'rishingiz mumkin, agarda birorta o'zgartirgan narsangiz kompyuterga qandaydir nojo'ya ta'sir beradigan bo'lsa, bu albatta bo'ladi, chunki bularning barchasi qo'shimcha tarzda qo'shilganlar bo'ladi va standart xavfsiz versiyalar ham bo'ladi. Shuning uchun bularni video davomida qoldirmasdan ko'rishni maslahat bergan bo'laman. Va bu yerdan barchasini ko'rib, qaysilarini o'chirishingiz mumkinligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda albatta reset barchasini asl holatga qaytarish tugmachasi ham bor. Va bookmark bo'limini ko'rishimiz mumkin. Bu bookmark bo'limi oddiy bu dastur, ya'ni Vinayra Tweaker dasturiga tegishli, ya'ni kerakli bo'lgan tweaklarni bu yerga siz joylab qo'yishingiz mumkin, oqtarib o'tirmaslik uchun. Va birinchi bo'lim bu albatta Windows 11 bo'limi. Windows 11 bo'limida biz Windows 11 ni kustomizatsiya qilishimiz mumkin bo'lgan bir nechta tweaklarni ko'rishimiz mumkin. Eng birinchi menga yoqadigan tweak bu albatta Classic Full Context Menu bo'limi. Bu bo'limdan biz Windows 10, Windows 7, Windows 8, xullas umuman Windows 11 gacha bo'lgan eski standart Classic Context menyuni biz
olishimiz mumkin. Ya'ni Windows 11 ni kontekst menyusini bilamiz, juda ham beso'naqay, juda ham katta va bu yerdan kerakli ma'lumotlarni topishimiz uchun Show More Options bo'limiga o'tib klassik taskbarni, ya'ni klassik kontekst menyuni hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin agar bu bo'limni bosadigan bo'lsak, bizning ushbu yangi kontekst menyu o'chirib tashlanadi va o'rniga klassik kontekst menyu paydo bo'ladi. Buni albatta biz yoqib qo'yamiz, menga juda ham yoqadi. Va albatta bizning ushbu ya'ni tweakimiz ishga tushishi uchun albatta bizning Explorer'imizni bir marotaba ya'ni restart qilishimiz kerak bo'ladi. Bu umuman muammo emas. Buni bir marotaba bosamiz va bizning Explorer'imiz bir marotaba qayta ishga tushiriladi va ishga tushirilgandan so'ng biz bu yerdan tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Va ko'p deganingizdek bizning o'zimizning standart jonajon klassik kontekst menyuni ko'rishimiz mumkin. Menga juda ham yoqadi. To'g'risi yangi nima uchun ishlab chiqarishgan bilmadim. Qandaydir yangiliklar bo'lishi mumkin, lekin umuman foydasi yo'q. Eskisi baribir zo'r. Xo'p. Va albatta keyingisi. Bu klassik taskbar. Bu klassik taskbarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi Windows 11 ning klassik taskbarini oddiy klassik taskbarga, ya'ni Windows 11 ning taskbarini 10 ga, 8 ga yoki 7 ga o'tkazish uchun kerakli bo'ladi. Lekin bu oldingi versiyasi, ya'ni Windows 11 ning eng birinchi versiyasida bu ya'ni tweak ishlagan. Hozirda ko'rib turishimiz mumkin, bu tweak qaytib ishlamaydi. Uning o'rniga Explorer Patcher dasturini o'rnatishimiz talab qilinadi. Uchinchi bo'lim Color taskbar, ya'ni bizning taskbarimizni har xil rangli ko'rinishda beradi. Ya'ni bizning tizimimizga berilgan maxsus ranglar ya'ni bor bo'ladi. Ya'ni masalan qizil yoki qora o'zingiz tanlagan ranglarni aynan taskbarga ham berishimiz mumkin bo'ladi. Va 4-bo'limimiz bu Disable Background Apps. Bu menga juda ham yoqadi. Ya'ni biz kompyuterimiz ishga tushganda orqada ishlaydigan kerak emas dasturlarni bu yo'qotadi. Bu juda ham zo'r. Va Disable Copilot dasturini bizdan o'chiradi. Ya'ni hozirda menda bu yerda akkaunt turibdi, lekin buni yoqqanimizdan so'ng bizda akkaunt ham yo'qoladi va dastur ham fonda ishlashni to'xtatadi. Va keyingisi Disable Recommendation. Bu nima? Buni agarda yoqadigan bo'lsak, buning uchun biz kompyuterimizda pezaguska qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu push menyuni bosganimizda bu yerda maxsus bu yerdagi rekomendatsiya, ya'ni recommended bo'limini butunlay olib tashlaydi. Ya'ni buni biz olib tashlashimiz ham mumkin. Bu yerdan shuncha tugmasini bosib, ya'ni ushbu bo'limga, bu yerdan Start Setting bo'limiga o'tib, bu yerdan mana bu yerdan rekomendatsiyalarni bu yerdan shunday o'chirib qo'ysak bo'ladi, o'chirib qo'yishimiz mumkin. Lekin buni o'chirganimiz bilan ham lekin bu yerdan recommended bo'limi hali ham turadi. Buni biz yoqqanimizda, aynan mana shu tweakni yoqqanimizda butunlay bu bo'limni olib tashlaydi, butunlay bo'sh bo'ladi, faqatgina ikonlarda o'zi qoladi. Bu menga ham kerak. Albatta buni yoqib qo'yamiz va albatta buni ishga tushirishimiz uchun pezaguska qilishimiz kerak bo'ladi, lekin buni kengroq ko'rib o'tamiz. Xo'p. Keyingi bo'limimiz bu Enable Ribbon. Bu agarda bu tweakni yoqadigan bo'lsak, bizning standart Explorer'imiz, ya'ni ushbu standart Windows 11 ning Explorer, ya'ni provatnikni eski Windows 10 va Windows 8 da foydalanilgan standart, ya'ni provatnikka o'zgartirib beradi. Buni biz ishga tushirishimiz uchun bu yerdan Permanently Enable Classic ya'ni File Explorer with Ribbon ni bosamiz. Va buni bosganimizdan so'ng albatta biz kompyuterimizda bir marotaba pezaguska berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bir marotaba pezaguska beramiz. Va ko'rib turganingizdek biz pezaguskadan ko'rishimiz mumkin. Bizning aksentimiz, ya'ni ushbu taskbarimiz ham rangi o'zgaradi. Bu yerdan push menyuga o'tadigan bo'lsak, bu yerda rekomendatsiya bo'limi ham butunlay olib tashlangan. Va biz standart File Explorerga o'tadigan bo'lsak, bizning standart Windows 7 va 11, ya'ni Windows 10 dagi Windows 8 da foydalanilgan o'zimizning klassik File Explorer'imizni ko'rishimiz mumkin. Bu ham menga juda ham yoqadi, juda ham lightweight, ya'ni juda ham tez ishlaydi, hech qanday kompyuterga naguska bermaydi va ishlatish ham juda ham oson. Va biz keyingi bo'limlarni ham ko'rishni davom ettiramiz. Biz albatta Windows Tweaker'ga qaytib kirishimiz kerak bo'ladi va bizning Windows 11 bo'limimizdagi oxirdan birinchi tweakimiz bu Enable Sticker for Desktop Background. Bu nima? Ya'ni bizning desktop backgroundimiz, ya'ni ushbu aboyimiz uchun maxsus stikerlarni qo'yishga ruxsat beradi. To'g'risi nima uchun kerakligini bilmadim, men foydalanmayman, lekin sizlar agarda foydalanmoqchi bo'lsangiz bemalol yoqishingiz mumkin. Va oxirgi tweakimiz bu Remove Windows Spotlight Desktop Icon. Ya'ni agarda biz ushbu desktopimizga maxsus Spotlight aboylari mavjud, ya'ni Windows yangi o'rnatilganda, ya'ni internet orqali standart almashib turadigan internetdagi Microsoftning maxsus serveridan foydalanilgan maxsus aboylarni
o'zi avtomatik almashib turadi. Ya'ni Spotlightda aynan shuni foydalangan bo'lsangiz, ekranda maxsus Spotlight ikoni turadi, ya'ni uni o'chirib bo'lmaydi. Aynan shu ikonni ochib, ya'ni olib tashlash uchun bu keraklik bo'ladi. Bizning ikkinchi bo'limimiz, asosiy bo'limimizda, ya'ni appearance, ya'ni внешность deydi ruschasiga, tashqi ko'rinish. Bu yerda birinchi tashqi ko'rinishimiz bu aerolight temasi, ya'ni shaffoflik effektligi maxsus aero temani bu ishga tushirib beradi. Ya'ni bu standart Windows 8 da foydalanilgan aero tema. To'g'risi buni foydalanishni maslahat bermayman, chunki 11 da bu umuman boshqacharoq ishlaydi. 10 da lekin anchagina yaxshi ishlagan, lekin 11 da men qilib ko'rganman, lekin yaxshi ishlamaydi. Va bizning ikkinchi bo'limimiz bu custom accent, ya'ni bizning Windows'imizni agarda sozlamalarga o'tadigan bo'lsak, bu yerdan personalizatsiya bo'limidan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda color bo'limi bor. Aynan shu color bo'limiga maxsus ranglarni biz tayyorlab qo'shib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni standart 8 ta bu yerga rangni qo'shishimiz mumkin. Bu ham o'zingiz masalan bu yerga qo'shish mumkin bo'lmagan colorlarni qo'shish mumkin, lekin bu Windows 10 da bu funksiya yo'q edi. 11 da lekin bu yerda custom colorlarni qo'shishingiz ham mumkin. Bu albatta eski tweak bo'lganligi uchun buni o'zingiz foydalansangiz ham bo'ladi, foydalanmasangiz ham bo'ladi. Va dark color schema bu ya'ni hamma yoqqa qora temani o'tkazib beradi. Keyingisi bu display change animation, ya'ni agarda biz kompyuterimizga ikkinchi displeyni o'rnatganimizda ko'rishingiz mumkin, ya'ni ekran shunday kichrayib turib kattalashadi. Aynan shu effektni yo'qotib qo'yish uchun kerakli bo'ladi. Bu Windows 11 uchun va buni ham ishlatib tushirishimiz uchun bir marotaba perzagusga berishimiz kerak bo'ladi. Buni keyinroq bajaramiz. Va keyingi bu inactive title bar color, ya'ni agarda biz kompyuterimizda boshqa bitta ikonda ochadigan bo'lsak, aktiv bo'lmagan ikonamizni orqa fonida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qizil rang turibdi. Aynan mana shu rangini biz o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, bu yerdan boshqa rangni tanlashimiz mumkin. Qaysini tanlasak bo'ladi? Masalan, yashilni tanlab qo'yaylik. Bu yerdan yashilni tanlaydigan bo'lsak, boshqani ochadigan bo'lsak, bu yerda orqa fondagi ya'ni aktiv bo'lmagan oyna bu yerda yashil rangga o'tadi. Shu yerdan buni o'zgartirishingiz mumkin. Keyingi bu slow down animation, ya'ni oknalarni, ya'ni oynalarni ochilganda va yopilgandagi effektlarni sekinlashtirib beradi bu. Men bundan foydalanmayman. Startup sound, ya'ni Windows ishga tushganda maxsus Windows 11 ning ovozi chiqishini ta'minlaydi. Agarda ba'zi bir muammolar kuzatilishi mumkin, ya'ni Windows 11 da bu ovoz chiqmaydigan holatlari juda ham ko'p kuzatilganligi uchun bu tweakni qo'shishgan. Va theme behavior, bu bo'limi bizga nimani bajaradi? Bu yerdan ikkita bo'lim mavjud. Ya'ni allow things change mouse pointer va desktop icon. Ayrim customli temalar, masalan, internetdan maxsus temalarni olib kompyuterga o'rnatganingizda, ularda maxsus kompyuterga o'rnatiladigan ikonkalar va mishka uchun standart, ya'ni customli tema bo'lishi mumkin. Shuni biz o'rnatish uchun bizga foydali bo'ladi. Ya'ni o'rnatganimizda sistema bunga ruxsat berishi uchun kerakli bo'ladi. Va ikkinchi bo'limni ham tugatib oldik. Bizning uchinchi katta bo'limimiz bu advanced appearance settings, ya'ni kengaytirilgan tashqi ko'rinish. Bu yerda birinchi bu ikonkalar, ya'ni bu ikonkalarning orasidagi masofani bizga belgilash uchun kerakli bo'ladi. Bu asosan рабочий stol uchun, ya'ni ko'rib turganingizdek bizning ikonkalarimiz joylashuvi standart holatda shu. Agarda biz buni ko'paytiradigan bo'lsak, ularning orasidagi masofa kengayadi. Bularni pasaytirgan bo'lsak, pasaytirib qo'yadigan bo'lsak, orasidagi masofa juda ham kichrayadi va ikonkalar ham juda ham kichrayib ketadi. Buni biz o'zingiz belgilashingiz mumkin. Men standart holatda qoldiraman. Shu menga qulay bo'ladi. Ya'ni agarda kompyuteringiz ekran rashiringiz kichikroq bo'ladigan bo'lsa, buni kichraytirib qo'yishingiz maslahat bergan bo'lardim. Agarda kattaroq bo'ladigan bo'lsa, buni kattaraytirib qo'yasiz. Albatta bu o'zingizga, ya'ni o'zingizning xohishingizga. Bu yerdan apply changes'ni bosamiz va bir marotaba akkauntimizdan chiqib turib kirishimiz talab qilinadi. Bu menga kerak emas. Keyinroq qilamiz. Va ikkinchi bo'lim bu menyular, ya'ni birorta oyna ochib turib, bu yerdan shuncha o'ng tugmasini bosganimizdagi ushbu menyuning kengayishi, ya'ni hajmini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi holatda bu kengayib ketadi, ba'zi holatda bu kamayib ketadi. Ya'ni tilga bog'liq. Masalan, ruschada bu juda ham kengayib ketadi, ingliz tilida juda ham torayib ketadi, ayrim tillarda esa juda ham kichrayib ketishi ham mumkin. Shuni bemalol qo'lda to'g'rilashingizni bu yerda imkonini beradi. Masalan, buni juda ham katta qilib qo'yadigan bo'lsak, agarda buni shuncha tugmasini bossak, bu juda ham uzun bo'lib ketadi. Albatta buni
ishga tushirishimiz uchun kompyuterni bir marotaba tezaguzga berishimiz kerakli bo'ladi. Bu yerdan o'z holatiga qaytaraman va message font agarda biz kompyuterimizda birorta ishni bajaradigan bo'lsak, masalan, birorta xato qilib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni Winer'ga kirib turib birorta joyini bosib xato qiladigan bo'lsa, bizga quyidagi xabar kelib chiqadi. Ya'ni ushbu xabarning ichidagi yozuvlarini shriftini o'zgartirish uchun kerakli bo'ladi bu tweak. Ya'ni ba'zilar uchun bu juda ham qiziq, ba'zilar uchun qiziq emas, lekin men uchun qiziq emas. Bu yerdan bold italic qilib turib, bu yerdan OK'ni bosadigan bo'lsak, albatta bir marotaba sign out berishimiz kerak bo'ladi. Keyinlar sign out qilib bir tekshirib ko'ramiz. Va biz akkauntimizni bir marotaba chiqib kirdik va ko'rishingiz mumkin bizning ikonkalarimiz biroz orasidagi juda ham ya'ni unchalik bilinmasligi mumkin, lekin orasidagi masofalar anchagina qisqargan. Va biz ekranimizdan bu yerdan kirib turib birorta ma'lumotga agar xato qiladigan bo'lsak, to'g'risi menda unchalik ishlamadi, lekin sizlarda ishlashi kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu shriftni o'zgartirib beradi. Ya'ni men boldning juda ham qalin versiyasini tanladim, lekin standart holatda Windows 11 bunga ruxsat bermasligi mumkin. Shuning uchun bu ishlamasligi bu yerda ko'rinib turibdi. Agarda shriftni boshqa versiyasi, masalan, italic yoki boshqa Times New Roman qilib qo'yishingiz mumkin, bularda ishlashi mumkin. Navbatdagi esa bu Reset Advanced Appearance, ya'ni biz kiritgan qo'shimcha ushbu tashqi ko'rinishlarni barchasini asl holatga keltirish uchun. Albatta bu juda ham zo'r tweak. Va scroll bars bu nima uchun kerak? Buni sizlarga tushuntiraman. Agarda biz birorta oynani ochadigan bo'lsak va birorta juda ham ko'p, ya'ni elementlar joyiga kiradigan bo'lsa, bizda scroll bar paydo bo'ladi. Ya'ni bu elementlarni yuqoriga va pastga tushiruvchi maxsus, ya'ni scroll bar. Buni biz bu bo'limdan, ya'ni ushbu tweak orqali enini va uzunligini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bu albatta o'zingizga ham muhim. Men uchun umuman muhim emas. Va status bar font. Bu status bar font nima uchun kerak? Agarda biz birorta oynani ochadigan bo'lsak, biz status bar, aynan mana shu status bar deb aytiladi, mana shu yerdagi shriftni o'zgartirish uchun kerakli bo'ladi. Va keyingisi bu system font. Bu bizning sistemamizda standart fontini, ya'ni shriftini o'zgartirishimiz uchun kerak bo'ladi. Window border bu bizning oynani ochganimizda ushbu atrofidagi mana bu ramkaning qalinligini, ya'ni oshirish yoki kamaytirish uchun kerakli bo'ladi. Buni biz qalin qilib qo'yadigan bo'lsak, atrofi juda ham qalin bo'lib ketadi. Va bizning keyingimiz bu window title bar, ya'ni bizning yuqoridagi titleimiz. Ya'ni ushbu title bar, boyagi status barni, ya'ni kengaytirish yoki kichraytirishimiz uchun kerakli bo'ladi. Va bizning 3-chi bo'limimiz ham tugadi. Bizning 4-chi bo'limimiz bu behavior. Behavior bo'limida ham juda ham ko'p tweaklar mavjud. Birinchi bo'lim bu ads va unwanted apps, ya'ni bizning sistemamizdagi maxsus, ya'ni kerakli bo'lgan dasturlar, masalan, reklama dasturlar bo'ladi. Ya'ni Windows 11 status uстановка qilganimizda, bizning push menyusini ochganimizda bu yerda bizning kompyuterimizga o'rnatilmagan, lekin reklama holatda chiqib turadigan dasturlar bor. Masalan, TikTok, Instagram yoki boshqa dasturlar bo'lishi mumkin. Lekin buni ochadigan bo'lsak, bu faqat zaklushka, ya'ni saytni o'ziga olib ketadi yoki uni yuklab olish uchun maxsus silka hisoblanadi. Shularni biz o'chirib tashlashimiz mumkin. Bitta dona shu knopkani bosish orqali. Bu juda ham zo'r tweak. Va keyingi bu automatic registry backup. Bu nima uchun kerak? Bu maxsus kompyuterdagi regedit, ya'ni registry editor dasturi orqali kompyuterimizning maxsus funksiyalari va ichidagi maxsus komponentlarni o'zgartirganimizda, agarda xato qilib qo'yadigan bo'lsak, buni xato qilishimizni oldini olish va xato qilib qo'ygan taqdirimizda sistemani qayta tiklashimiz uchun kerakli bo'lgan maxsus backupni avtomatik yaratish uchun kerakli bo'ladi. Bu qanday amalga oshadi? Biz agarda WinR kombinatsiyasi orqali bu yerdan regedit dasturiga kiradigan bo'lsa, ya'ni registry editor, bu yerdan birorta ma'lumotni o'zgartirib ko'raylik. Masalan, setupdagi mana shu joyga birorta, masalan, Word 32 yoki 64 degan birorta faylni paydo qilib qo'ydik va shu orqali kompyuterimiz qandaydir noto'g'ri ishlashni boshladi va biz agarda safe mode'ga kiradigan bo'lsak, albatta bu asl holatda ishlaydi. Shu joydan kirib turib, biz ushbu backupni standart Windows fayllari ichidan topib, bemalol qayta tiklab olishimiz mumkin bo'ladi. Va bizning keyingisi bu disable aeroshake. Bu aeroshake nima uchun kerak? Bu bizni oyna ochganimizda, yoqqa bu yoqqa cho'zganimizda ba'zi holatda bu, ya'ni prozrachniy holatlar bo'ladi, ya'ni ekranda Windows 11 da bu bo'ladi, ya'ni shaffof holatni oldini olish uchun kerakli bo'ladi. Va disable aero snap. Bu nima uchun kerak?
Bu agarda o'chirmaydigan bo'lsa, yuqoriga va chapga qiladigan bo'lsa, bu yerda ko'p turganingizdek prozrachniy holatda, ya'ni shaffof holatda maxsus bo'limlar paydo bo'ladi. Aynan mana shuni biz yo'qotib qo'yishimiz uchun bu yerda kerakli bo'ladi. Buni disable ayna snap deb qo'ysak, bu yerda birortasi ham ishlamaydi. Men uchun bu xalaqit bermaydi, shuning uchun buni yoqib qo'yaman. Va disable app lookup and store. Ya'ni birorta bu nima uchun kerakli bo'ladi? Ya'ni buni o'chirish. Agarda biz Winner orqali yoki birorta CMD orqali, masalan CMD orqali birorta dasturni yoki o'rnatayotgan dasturimizni bu yerdan kiritadigan bo'lsak, masalan menda Python o'rnatilmagan, bu yerdan Pythonni bosadigan bo'lsak, bu yerdan mana shu joyga kirib ketadi. Ya'ni Microsoft Store orqali ushbu o'rnatilmagan dasturni bu sistema o'rnatishni, ya'ni sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Aynan shu funksiyani bu o'chirib qo'yish uchun kerakli bo'ladi. Chunki men uchun umuman kerak emas. Bu yerdan disable qilamiz. Menda hozir bir marotaba disable bo'lmagani, chunki perzagusiya qilganim yo'q edi. Va keyingi bo'lim bu disable after maintenance. Ya'ni bu nima uchun kerakli bo'ladi? Bu bizni, ya'ni kompyuterimizni yangi ishga tushirganimizda, agarda internet bo'lmaydigan bo'lsa bu holat chiqmaydi. Agarda yangi ustanovka qilib internetga ulaganimizda, bizning kompyuterimizni akkauntga ulash va boshqa ma'lumotlar, internetga jo'natiladigan ma'lumotlar, kompyuterimiz holati haqidagi ma'lumotlarni to'plash va kompyuterimizdagi razdellarni holati, uni ya'ni defragmentatsiya qilish, avtodefragmentatsiya va boshqa funksiyalarni avtomatik bajarishni to'xtatib berish uchun kerakli bo'ladi. Va keyingisi bu navbatdagimiz disable after blocking, ya'ni download blocking. Bu juda ham ko'p kuzatiladi. Agarda Microsoft Edge'da juda ham ko'p kuzatiladi, Chrome'da ham kuzatiladi. Ya'ni birorta ma'lumotni internetga yuklayotganimizda, agarda virus yoki ya'ni litsenziyasiz ma'lumot yuklayotganimizda yuklashga ruxsat bermaydi. Aynan shu blokni olib tashlash uchun kerakli bo'ladi. Bu ham juda ham kerakli narsa. Buni ham disable qilamiz. Va disable driver updates, ya'ni driverlarni avtomatik tarzda обновление qilish uchun, ya'ni yangilovchi funksiyani o'chirish. Keyingisi bu navbatdagimiz disable malicious software removal. Ya'ni bizning Windows operatsion sistemamizning ichida maxsus antivirusdan tashqari kichik antivirus programma mavjud bo'ladi. Ya'ni zararli dasturlardan himoya qiluvchi bu dastur standart foydalanuvchi tomonidan ishga tushiriladi, lekin juda ham sekin ishlaydi. Ba'zi holatlarda o'zim ham ko'rganman. Yaqinda Telegram kanalimizda agarda topsam bu holatni tashlab qo'yaman. Ya'ni 30 soatdan ortiq vaqtni olishi mumkin. Ya'ni bu sizning kompyuteringizdagi jostki disk, agarda jostki disk bo'lsa yoki SSD bo'lsa, shuning tezligiga bog'liq bo'ladi. Agarda juda ham ko'p ma'lumot bo'lsa, hattoki SSD da ham bu juda ham ko'p soatlarga cho'zilib ketishi mumkin. Men umuman foydalanmayman, buni ham o'chirib qo'yaman. Va disable smart screen. Aynan mana shu narsa bizga kerak. Ya'ni boyagi ko'rganimizdagidek, ya'ni biz WinRT Vikerga kirganimizda yoki boshqa dasturga kirganimizda bizda ekranda ochilib, ya'ni standart UAC deyiladi, ya'ni user account control tomonidan ishlab chiqariladigan maxsus, ya'ni dasturlarga kirishda to'sqinlik qiladigan dastur, ya'ni smart screenni biz o'chirib qo'yishimiz mumkin. Bu juda ham xalaqit beradi. Buni ham o'chiramiz. Keyingisi bu standart driver, ya'ni OneDrive'ning servisi, ya'ni user folderdagi ma'lumotlarni internetga backup qilishni to'xtatish uchun kerakli bo'ladi. Bu umuman kerak emas. Va disable Windows updates, ya'ni Windows yangilanishlarni yangilashlarni o'chirib qo'yish uchun buni o'zingiz xohlagan yerda o'chirib qo'ymoqchi bo'lsangiz o'chirishingiz mumkin. Agarda o'chirishni xohlamasangiz, shunday qoldirishingiz ham mumkin. Va navbatdagisi bu enable crash control scroll lock. Bu juda ham eski funksiya. Ya'ni eski Windows operatsion sistemalarida agarda control scroll lock kombinatsiyasini berganingizda bizda bisot holatda kuzatiladi. Ya'ni bisot ko'k ekran muammosi chiqib, ekranimizga xabarlar kelib chiqardi. Bu keyingi sistemalarda, Windows 10 ning yangilarida va Windows 11 da bu muammo, ya'ni kamchilik bartaraf etilgan va shu muammoni yana yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Chunki ayrim holatlarda bu juda ham kulgili va to'g'risi odamlar nimagadir buni foydalanishadi. To'g'risi men foydalanmayman, shuning uchun buni yoqib qo'yishingiz shart emas. Va keyingisi bu enable emoji picker.
buni yoqlaydigan bo'lsak, bizning taskbarimizda maxsus emojilarni tanlash uchun maxsus bo'lim paydo bo'ladi. Buni standart Windows nuqta kombinatsiyasi orqali paydo qilishimiz mumkin bo'lardi oldin. Hozir men mana Windows nuqta kombinatsiyasi orqali ushbu emoji panelini ochishimiz mumkin. Aynan shu emoji panelini bizning taskbarimizga shu yerga paydo qilishimiz mumkin shu tweak orqali. Va keyingi bo'limimiz bu error reporting. Agarda bizning kompyuterimizda maxsus qandaydir xatoliklar kuzatiladigan bo'lsa, ushbu xatolik haqida Microsoftga ma'lumot jo'natmaslik uchun ushbu bo'limni yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi keep thumbnail cache. Ya'ni agarda biz ekranimizga, ya'ni рабочий stolimizga maxsus agarda abo'y qo'yadigan bo'lsak, agarda ushbu abo'yni bexosdan o'chirib yuboradigan bo'lsak, ushbu abo'y cache'ini butun umr saqlab qoladi ushbu bu tweak orqali. Ya'ni bitta abo'yni shunday saqlab qo'yamiz va ushbu rasmni bemalol o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Sistema buni o'zini xotirasida umuman saqlab qoladi. Ya'ni umuman yo'q bo'lib qolmaydi. Qachonki boshqa abo'yni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, shu yerda yo'qolib qolishi mumkin. Va menu show delay. Bu tweak nima bajaradi? Bu tweak asosan bizning birorta o'yinga so'ng o'yin tugmasini bosganimizda menyuning paydo bo'lish kechikishini nazorat qiladi. Agarda buni biz ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda oyna paydo bo'lishi juda ham kechroq bo'ladi. Agarda kamaytirib qo'yadigan bo'lsak, bu barchasi momentalniy, ya'ni moment deganda paydo bo'ladigan bo'ladi. To'g'risi standart holatda qolgani ma'qul men uchun. Keyingisi bu disable new apps notification, ya'ni kompyuterimizga maxsus yangi dastur yuklaganimizda yoki qandaydir yangi device kompyuterimizga ulanganda maxsus уведомлениyalar chiqadi, ya'ni maxsus bildirishnomalarni kompyuterimizda chiqishini oldini olish uchun kerakli bo'ladi. Keyingisi bu redefine extra keys on desktop deyapti. Bu standart holatda bu nima uchun kerakligini bilmadim. Buni biz tarjima qiladigan bo'lsak, ya'ni maxsus kombinatsiyalarni qayta ishlovchi, ya'ni xatoliklarni kamaytiruvchi maxsus funksiya ekan bu. To'g'risi umuman ishlatmaganman. Keyingisiga o'tamiz. Bu restore point ya'ni frequency. Ya'ni buni biz o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bu standart kompyuterimizda восстановление, ya'ni qayta tiklash bo'limini bu yerdan, ya'ni qayta tiklash bo'limini maxsus boshqaradi. Sen nima qiladi? Agarda biz buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni bizning kompyuterimizga o'rnatiladigan, ya'ni qayta tiklash bo'limlarini biz bemalol umuman limitlarsiz, ya'ni sazat qilishimiz mumkin bo'ladi. Standart holatda bu 10 ta yoki 20 ta restore point yaratishimiz mumkin bo'ladi. Shuni biz umuman limitini olib tashlab, cheksiz qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agarda kompyuteringizga birorta dastur o'rnatganingizda yoki birorta faylni ko'chirganingizda uni qayta tiklab olishingiz imkoniyati juda ham keng bo'ladi shunda. Bu screen saverni maxsus kutish, ya'ni soniyasini bu yerga kiritishimiz mumkin. To'g'risi screen saver umuman ishlatmayman, shuning uchun buni tenmasligini maslahat bergan bo'lardim. Va keyingisi bu show beside disable smile, ya'ni ko'k ekran ma'lumot chiqqanida, ya'ni ekranimizda ko'k ekran, ya'ni chiqarib qo'yaman. Mana shu bo'limda standart Windows 10 da, Windows 11 da, Windows 8 da maxsus xomush smaylik paydo bo'ladi. Aynan shu smaylikni biz bu yerda yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Uni o'rniga esa juda ham ko'p, ya'ni qandaydir ma'lumotlar va qayerda sistemada ma'lumot bo'layotganligini faqat ko'rsatib turadi. Keyingisi bu sound for print screen key. Ya'ni agarda biz print screenni bosadigan bo'lsak, ekranda screenshot qiladi. Ana shu screenshot bo'lganda bizga ovoz chiqarib berish uchun bu funksiya kerakli bo'ladi. Keyingisi bu split threshold for server host, ya'ni bizning server host nomli maxsus funksiyamiz bor. Ya'ni bizning internetga ma'lumotlarimizni chiqarish uchun maxsus server host. Shuni server hostga maksimum beriladigan ma'lumotlarni cheklanishini, ya'ni bu yerdan belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buni tegmasligini maslahat beraman. Buni bilgan odam tegishi maslahat bergan bo'ladi. Va USB write protection, ya'ni USB ga ma'lumot kiritilayotgandagi, ya'ni himoyani yoqib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni birorta ma'lumot kiritishdan oldindan so'raladi, ushbu ma'lumot kiritaymi yoki kiritmaymi, shuni oldindan so'rash uchun kerakli bo'ladi. Windows installer in safe mode, ya'ni Windowsni ma'lumot o'zgartiriladi, ya'ni ma'lumotlarni birorta, ya'ni dasturni ustanofga qilayotganda
avtomatik tarzda save modga ya'ni o'tiladi. Agarda ushbu dastur o'rnatilayotgan paytda kompyuter o'chib qoladigan bo'lsa yoki u bekor bo'ladigan bo'lsa, barcha fayllar avtomatik o'chib ketadi. Hech qanday sistemaga nojo'ya ta'siri bo'lmasligi uchun bu. Xmouse ya'ni options, ya'ni bizning ushbu kompyuterimizning mishkamizdagi maxsus funksiyalarni, ya'ni ushbu joydagi maxsus parametrlarni bu yerga kirishimiz mumkin bo'ladi. Window tracking. Buni to'g'risi maslahat bermayman. Chunki bu yerda agarda enable qiladigan bo'lsa, bu yerda window tracking, ya'ni agarda bu yerda timeout deb belgilab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bizning mishkamizdagi ishlamayotgan paytdagi qanchadir vaqtdan keyin bu timeout holatga o'tadi. Ya'ni window, ya'ni ushbu mishkadan kelayotgan ma'lumotlarni, ya'ni signallarni ya'ni olishdan to'xtatadigan maxsus xabarlarni to'xtatishdagi xabar timeout orasida maxsus vaqt bo'ladi. Shuni bu yerdan ya'ni belgilashimiz mumkin bo'ladi. Va shundan so'ng biz behavior bo'limini tugatdik. Keyingi bo'limimiz bu boot and logon, ya'ni ekran Windows ishga tushganda, ya'ni boot ekran bo'ladi, ya'ni bootdagi logo va logon dasturlarini bu yerdan tweaklarni ko'rishimiz mumkin. After repair boot, ya'ni Windows ishga tushganda agarda Windowsda xatolik bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tarzda восстановление bo'limiga kirish uchun kerakli bo'ladi. Keyingisi boot options, ya'ni bizning boot optionimizdagi ya'ni logoni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni aylanadigan maxsus ya'ni animatsiyani o'chirib qo'yishimiz mumkin va har xil ma'lumotlar chiqib keladigan animatsiyalarni o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi bu yerda. Va check disk timeout, ya'ni biror kompyuterimizda xatolik bo'ladigan bo'lsa, diskimizni tekshiradigan maxsus check disk dasturi ishlab tushiradigan, kutadigan maxsus soniyalar bo'ladi. Standart 10 soniya. Mana shu timeoutni bu yerda uzaytirishimiz mumkin bo'ladi. Va default lock screen background, ya'ni ekranimizdagi, ya'ni blokirovkadagi screendagi ekran oboyni bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Va disable let finish setup your device, ya'ni agarda kompyuterimiz yonayotgan paytda yoki yangi o'rnatilgan paytda, agarda kompyuterni bir marotaba o'chirib yoqqanimizda, o'chirgan paytda internet o'chiq bo'lsa va yoqayotganda yoniq bo'ladigan bo'lsa, maxsus ya'ni let finish setup bo'ladigan maxsus OBN dasturlari, ya'ni maxsus oynalar chiqib ketishi mumkin. Shu bo'limni o'chirib qo'yish uchun kerakli bo'ladi. Va shu xatoni va shu dastur tufayli agarda bizning kompyuterimizga maxsus akkaunt o'rnatgan bo'lsangiz, shu Windowsimiz qayta ishga tushganda parol ishlamay qolishi va parollarni unutib qo'yishi Windows va parolni to'g'ri kiritgan taqdirda ham Windows ishga tushmaslik holatlari ham juda ham ko'p kuzatiladi shu muammo tufayli. Va shuni biz o'chirib qo'yishimiz mumkin. Disable blue ins, ya'ni sign screen. Ya'ni biz parol teradigan bo'limda, ya'ni orqa bo'lim maxsus blur, ya'ni effektda bo'ladi. Blur effektni shu yerdan yo'qotib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buni disable qilib qo'ysak bo'ladi. Disable lock screen, ya'ni buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bizning ya'ni blokirovka screeni umuman bo'lmaydi, o'chirib qo'yadi. Ya'ni Ctrl Alt Delete dagi, ya'ni Windowsga tushayotganda Windowsga kirish uchun maxsus Ctrl Alt Delete kombinatsiyasini ishga tushiribgina Windows ishga tushishini bu yerdan ushbu funksiyani yoqib qo'yishimiz mumkin. Buni maslahat bermayman. Va parol kiritish uchun numlock funksiyasini yoqib qo'yishimiz mumkin bu yerdan. Va enable user autologon checkbox, ya'ni maxsus userlar uchun sistemaga avtomatik tarzda parolsiz kirish uchun maxsus checkbox bu yerdan yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu logon screen uchun, ya'ni bizning blokirovka screenimiz uchun maxsus ya'ni aboylarni bu yerdan topishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni boshqarish uchun. Va bu yerdan oxirgi marta Windowsga kirgan foydalanuvchini nomini bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. To'g'risi nima uchun kerak? To'g'ri tushunmadim. Keyingisi bu
Windows ya'ni lock screen'dagi slide show'ni vaqtini bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Agarda lock screen'ga ya'ni blokirovkaga maxsus almashib turadigan ob'oylar qo'yiladigan bo'lsa, shuni orasidagi timeoutlarni bu yerdan qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Lock screen ya'ni login screen image ya'ni maxsus avatarkani bu yerdan ya'ni imajini ya'ni rasmini bu yerdan yo'qotib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va ushbu bu bo'limda blokirovkadagi maxsus network ya'ni internet ikonkasini o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda endi o'chirish tugmasini ham o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Sign in message ya'ni Windows ishga tushganda, akkauntga kirganda ekranga maxsus xabar chiqib kelishini bu yerdan belgilab qo'ysak bo'ladi. Juda ham zo'r narsa lekin. Verbose login message ya'ni ishga tushgandagi maxsus xabar chiqib kelishini bu yerdan yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni bu yerga qo'yadigan bo'lsak, bizga hech qanday ma'lumot chiqmaydi va bu yerdan verbose login image ya'ni message deb bu yerdan yoqib qo'yadigan bo'lsak, o'sha xabar bizga sistemaga kirganda chiqib keladi. Va bizning bu bo'limni ham tugatdik. Keyingi bo'lim bu desktop and taskbar, ya'ni bizning bu yerda desktop uchun maxsus ma'lumotlar, ya'ni tviklarni ko'rishimiz mumkin. Action Center ya'ni ushbu bo'limdagi maxsus Action Center bu Windows 10 da mavjud edi. Ushbu bo'limni har doim ya'ni ochiq bo'ladigan qilib qo'yishimiz mumkin. Bu standart Windows 10 da ishlaydi, Windows 11 da ishlamasligi mumkin. Va standart classic ya'ni mikserni bu yerda faollashtirishimiz mumkin. Ya'ni ushbu standart mana shu mikserni bu yerdan yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingisi bu Disable Web Search ya'ni kartani va boshqa ma'lumotlardagi, masalan, ushbu bo'limda agarda kiradigan bo'lsak, bu yerga birorta ma'lumotni yozganimizda internetdan ushbu yozgan xabarlarni internetdan qidiradi. Ushbu funksiyani bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingisi bu Show Seconds on Taskbar. Agarda buni biz yoqib qo'yadigan bo'lsak, bizning taskbarimizdagi ushbu ya'ni vaqtni ko'rsatayotganda bu yerda soniyalar bilan birga ko'rsatadi. Standart bu ko'rsatmaydi. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, soniyalar ham qo'shib ko'rsatadi. Menda ko'p turganingizdek qo'shib ko'rsatyapti. Bu yerda wallpaper quality, ya'ni ekranimizdagi ob'oyni sifatini bu yerdan oshirishimiz mumkin bo'ladi. Standart holatda buni pasaytirib ko'rsatadi. Buni 100% qo'yishimiz mumkin. Va Windows version on display, ya'ni Windows'imizning versiyasini standart holatda ekranning o'ng burchagida, past burchagida ko'rsatib turadigan qilib qo'yishimiz mumkin. Va ushbu bo'lim ham tugadi. Keyingisi bu context menu. Ushbu context menu bizning ekranimizda shuncha o'ng tugmasini bosganimizda maxsus dasturlarni bu yerga qo'shishimiz mumkin. Bu yerda juda ham ko'p dasturlar bor, shuning uchun bularni barchasini ko'rib chiqishim shart emas. Bu yerdan o'zingizga keraklilarini qo'shib qo'yishingiz mumkin. Masalan, Task Manager, Task Ownership, bu yerdan boshlab Task Manager, bu yerdan View Owner va Paper Location, masalan Windows Terminal bo'lishi mumkin. Terminalda bu yerdan Add Windows Terminal va bu yerdan chiqib turib bu yerdan o'ng tugmasini bossak, ko'p turganingizdek bu yerda har xil bo'limlar paydo bo'ldi. Shunday qilib o'zingiz qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi. Va ushbu bo'limni ham tugatdik. Keyingisi bu Microsoft Edge, ya'ni Microsoft Edge ga bo'ladigan maxsus tviklar. Bizning Microsoft Edge'dan foydalanayotganimizda maxsus funksiyalar bo'ladi, ya'ni Microsoftga jo'natadigan va boshqa funksiyalarni bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin. Bularni barchasini o'chirib qo'yishimiz tavsiya qilaman. Barcha ma'lumotlarimiz o'zimizda qoladi. Va keyingisi bu Disable Desktop Shortcut, ya'ni ekranda mavjud turadigan, har doim paydo bo'lib turadigan ushbu Microsoft Edge'ning ikonkasini bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni don't create. Har safar обновление bo'lganda va yangi o'rnatilganda ekranga har doim chiqarib qo'yavermaydi. Disable updates, ya'ni Microsoft Edge'ni avtomatik tarzda обновление bo'lishini oldini oladi. Va settings control panel, bu yerda biz standart classic, ya'ni akkauntimizni boshqaradigan maxsus classic account kontrolni bu yerdan qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda yangi versiyasi ya'ni ko'rishimiz mumkin. Agarda dasturga kirib turib bu yerdan akkauntga o'tadigan bo'lsak, bizda eski versiyasi, ya'ni yangi versiyasi juda ham beso'naqa. Bu yerda ma'lumotlar juda ham kerak emas joylari ko'p. Shuning uchun buni eski versiyasini bu yerdan qo'shib qo'yishimiz mumkin. Asosan kontrol paneldan ko'rinadi bu. Va standart eski personalizatsiya bo'limini, ya'ni Windows 10 da mavjud bo'lgan eski personalizatsiyani qo'shishimiz mumkin. Va bu yerda Windows Updates, ya'ni control panelga maxsus Windows Update bo'limini ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu bo'limda online va video standart settingdagi online va video
qo'llanmalarni bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu ushbu bo'limdan bizning nastroyka bo'limidan maxsus bo'limlarni o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bu yerdan Windows Update agarda yoqib qo'yadigan bo'lsak, bu yerdan nastroykaga kirganimizda ushbu bo'lim ko'rinmaydi. Insider page, ya'ni Windows Update'dagi insider programda, ya'ni maxsus beta versiyalarini qabul qiladigan, Windowsning beta versiyalarini qabul qilishimiz mumkin bo'lgan maxsus bo'limni bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi tweakimiz bu File Explorer uchun. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan birinchisi Do this current items checkbox. To'g'risi buni nimaligini bilmadim. Keyingisi bu Automatic Folder Type Discovery. Ya'ni ushbu funksiya nima uchun kerak? Ya'ni biz agarda birorta papkaga kiradigan bo'lsak, masalan, Explorerga kirib turib, agarda birorta Explorerga kirganimizda, masalan, ekranga ushbuni biz kattalashtiradigan bo'lsak, buni faylning ichida birorta ma'lumot ko'rib turganingizdek birorta ma'lumot bo'lsa, buni ya'ni ichida ikonka rasmi paydo bo'ladi, ya'ni ochilib har xil animatsiyalar bo'ladi. Bu standart holatda bizning Windows'imizni ya'ni sekinlashishiga olib kelishi mumkin. Ushbu funksiyani bu o'chirib qo'yishda yordam beradi. Buni bir yoqib qo'ysak, har bitta ya'ni ushbu papka joylashuviga kirganimizda uni ichida qanday ma'lumot borligini ko'rsatmaydi. Standart holatda ikonkani o'zi turadi. Bu juda ham tizimni tezlashtirishga yordam beradi. Bu yerda listdagi itemlar holatini bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bitta oknadagi qancha ma'lumot sig'ishini bu yerdan ko'paytirib yoki pasaytirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim bu Compressed Overlay icon, ya'ni agarda biz kompyuterimizdagi ma'lumotlarda bu yerda mavjud bo'ladi. Agarda ushbu razdelni chonchoq tugmasini bosib bu yerdan Properties bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda Compress Driver, ya'ni ichidagi ma'lumotlarni siqishimiz mumkin bo'ladi qaysi bir darajada. Ushbu funksiyani ishga tushirganimizda ma'lumotlarimiz siqiladi va siqilgan ma'lumotlar ustida ushbu ikonka paydo bo'ladi. Shu ikonkani biz yo'qotib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda bu odamlarga yoqmaydi, chunki bir qaraganda ma'lumotlarimiz siqilgan va birov odam ko'rganda, ha, sen ma'lumotlaringizni siqib qo'ygansan, shuning uchun kompyutering yaxshi ishlamasligi mumkin degan qanaqadir holatmi, shuning uchun buni yo'qotib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham o'zingiz xohishingizga. Keyingisi Customized Driver icon, ya'ni bizning driverimizdagi ushbu razdelimizda ikonkasini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, ushbu ikonka yoqmayapti. Uni o'rniga birorta fleshkani ikonkasi yoki telefonda yoki kalkulyator yoki xolodilnik ikonkasini qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Xohlaganingiz yoki o'zingizni rasmingizni ham qo'yib qo'yishingiz mumkin. Shu yerdan o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan Customized Library icon, ya'ni bizning ushbu ya'ni provodnigimizni ikonkasini bu yerdan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan this folderda o'zgartirishimiz mumkin. Agarda biz bu yerdan this PC ga o'tadigan bo'lsak, bu yerda standart razdellarni o'zi ko'rinadi. Shu yerga maxsus lokatsiyalarni yoki maxsus papkalarni yoki maxsus joylashuvlarni bu yerdan qo'shib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, davom etamiz. Keyingisi bu default drag and drop action, ya'ni birorta ma'lumotni agarda fayllardan yoki ushbu papkadan papkaga yoki boshqa fleshkaga yoki boshqa razdelga o'tkazganimizda standart holatda faqatgina kopirovat bo'ladi. Agarda razdeldan to'g'ri razdelga qiladigan bo'lsak, ya'ni o'zimizda turgan razdeldan birorta papkaga shunchaki drag and drop qiladigan bo'lsak, bu ya'ni butunlayga ko'chiradi. Bu holat standart default hisoblanadi. Shu joydan buni agarda ko'chirganimizda faqat kopirovat, faqatgina move, faqatgina yarlik paydo qiladigan qilsak bo'ladi. Keyingisi bu jump listi. Buni biz yoqib qo'yishimiz mumkin, ya'ni u jump list nimaligini bilmadim to'g'risi. Xo'p, disable search history, ya'ni birorta ma'lumotni agarda bu yerdan qidiradigan bo'lsak, oldin qidirgan ma'lumotlarni bu yerdan saqlab qolmaydigan qilib qo'ysak bo'ladi. Keyingisi bu disable thumbnail preview for folders, ya'ni boyaga ko'rsatganimdek, birorta papkaga kirganimizda uning ichidagi ma'lumotlar qanday ma'lumot borligini rasm ko'rinishda ko'rsatadi. Aynan mana shuni saqlab qolmaydigan qilib ko'rsatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Har safar kirganda bu narsa bo'sh turadi. Va drag and drop sensitivity, ya'ni birorta itemni olib turib bu yoqdan u yoqqa ko'chirganimizdagi uni chувствительностьni bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Drive letter, ya'ni bu yoqdagi uni ya'ni yozuvni, ya'ni bizning razdelimizni nomini bu yerdan ya'ni customizatsiya qilishimiz mumkin. Network driver. Xo'p, keyingisi bu enable after completion, ya'ni bu standart holatda, ya'ni birorta ma'lumot yoki ko'proq ingliz tilida ishlaydi, ya'ni
tekst yozayotganimizda uni avtomatik to'ldirib ketadigan funksiyasini yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. To'g'risi bu men uchun kerak emas, umuman foydalanmayman. Keyingisi bu enable classic search, ya'ni File Explorer'da standart klassik ko'rinishdagi, ya'ni qidiruv bo'limini bu yerdan faollashtirishimiz mumkin bo'ladi. Va recycle binga removable driver, ya'ni bizning fleshkalarimizga va boshqa ulangan driverlarimiz, masalan, внешний жесткий disklarimiz uchun ham kazinkani biz faollashtirishimiz mumkin, ya'ni o'chirib tashlagan ya'ni fayllarimizni yana qaytadan tiklab olishimiz uchun juda ham foydali bo'ladi bu narsa. Xo'p, File Explorer starting folder, ya'ni standart holatda Windows E, ya'ni Windows E kombinatsiyasini bosganimizda standart this folder, ya'ni this PC ochadi. Shu joydan biz download yoki home yoki quick bo'limni ya'ni joylashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Standart holatda this PC yoki o'zingizda boshqadir papkangizga ham qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham qulay. Va keyingisi bu folder view number to remember deyapti. Ya'ni folder viewda qancha ma'lumotlar eslab qolinishi kerakli. Ya'ni bu nima uchun foyda beradi? Agarda bu juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizning keshlarimiz ortib ketadi. Buni kamaytirib qo'yadigan bo'lsak, keshlarga ham kamroq ma'lumot saqlashga juda ham foydali bo'ladi. Bu yerdan eng pastda turibdi. Va hide driver, ya'ni bizning razdellarimizda bu yerdan yashirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, C drive ni bu yerdan yashirib qo'yadigan bo'lsak, har odam kirganda C drive ni umuman ko'rmaydi. Ya'ni bizning C diskimizga umuman dostupi yo'q bo'lib qoladi. Albatta CMD yoki boshqa joylardan kirish mumkin bo'ladi, lekin buni shu yerdan yo'qotib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va icon cache size standart holatda kilobayt, ya'ni 512 kilobayt, ya'ni bizning har bitta ikonkamizni qanchalik holatda cache saqlashini bu yerdan belgilashimiz mumkin bo'ladi. Va navigation pane items, thumbnail preview, bular standart holatda boyagi ikonkalar bilan bog'liq bo'ladi. Buni ham o'chirishingiz mumkin, standart qolgani ma'qul. Va biz File Explorer'ni ham tugatib oldik. Keyingisi bu network, ya'ni internet uchun. Birinchisi bu administrative share, ya'ni administrator foydalanuvchi sifatida kirganda ma'lumotlarni o'tkazish haqidagi, ya'ni yashirin fayllar yoki boshqa fayllarni bemalol o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni faqatgina administrator foydalanuvchi kirishi mumkin bo'lgan fayllarni oddiy foydalanuvchi ham ya'ni jo'natish yoki ochishga ruxsat berishi mumkin. Bu yerda standart men yoqib qo'yganman. Va export specific file rules, ya'ni firewallda maxsus ya'ni qoidalari bo'ladi ichida, ya'ni ichidagi qonunlarni bu yerdan eksport qilishimiz mumkin. Bu yerda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. To'g'risi unchalik qiziq emas. Keyingisi bu network driver over, ya'ni UIC. Boyaga ko'rsatganimdek, ya'ni biz ya'ni birorta ma'lumotga kirganimizda standart holatda user account control chiqadi, ya'ni o'rtada ya'ni ma'lumotga kirish uchun ruxsat beradimi yoki ha yoki yo'q. Ana shu bo'limni, ya'ni bizning set orqali kirganimizdagi, ya'ni set orqali ulanadigan internet orqali, ya'ni cloud driverlarga ham buni qo'llab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu bir tarafdan xavfsizlikni oshirishi mumkin, bir tarafdan juda ham qiynatib, ya'ni qiyin qilib qo'yishi mumkin foydalanishda. Men o'chirib qo'yganman bu joyda. Va RDP port, ya'ni remote desktop protocol, masofadan ulanganda, ya'ni masofadan kompyuter bir-biriga ulanganda qaysi portdan foydalanishni bu yerdan standart o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan bizning boyagi internetdagi barcha ma'lumotlarimizni qaytadan asl holatga qaytarishimiz mumkin bo'ladi. Va TCP/IP uchun routerlarga ruxsat berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni TCP/IP protokolda routerlarga internet orqali ma'lumotlarni ulab, ya'ni internet orqali print berishimiz, ya'ni pechat berish uchun bu yerdan yoqib qo'yishimiz ham mumkin. Va bu yerdan network ham tugadi. Keyingisi bu user account, built-in administrator, ya'ni buni biz yoqib qo'yadigan bo'lsak, har doim bizni foydalanuvchilarimiz administrator foydalanuvchisida bo'ladi. Ya'ni standart holatda bitta administrator bo'ladi. Ya'ni ushbu har doim bekitib turadi asl holatda. Ya'ni buni ochib qo'yadigan bo'lsak, ushbu administrator foydalanuvchisi orqali biz Windowsda to'liq kustomizatsiya qilishimiz mumkin. Ya'ni birorta dasturlarni o'chirib tashlashimiz, ya'ni sistema dasturlarini o'zgartirishimiz, ichidagi ya'ni yashirin fayllarni ham shu yerdan ochishimiz mumkin bo'ladi. Bu yashirin bo'ladi, shu yerdan buni ochishimiz mumkin bo'ladi.
va disable UIC boyagi ekranda chiqadigan o'sha ruxsat berish kerakli bo'ladigan user account control bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin. Men o'chirib qo'yaman. User account controlda administrator uchun yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni boyagi yoqqan administrator foydalanish uchun bu yerdan o'chirib qo'yamiz. Bu standart holatda o'zi o'chiq turadi. Tak. Keyingisi bu Windows Defender uchun, ya'ni bizning Windows Defenderimizni bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni disable Windows Defender bu yerda aytyapti. Agarda buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bizning kompyuterimiz butunlay ya'ni anundan o'chiriladi. Ya'ni bu yerda standart o'chirish mumkin emas. Bu yerdan o'chirishimiz uchun birinchi navbatda bizni ya'ni Temporary Protection optionda biz Windows Defender ichidan o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni o'chirishimiz uchun standart holatda Windows Defenderga kirib turib, ichidagi barcha funksiyalarni birinchi navbatda o'chirib chiqiladi. Keyin o'chirilgandan so'ng keyingi bu bo'lim ochiladi. Keyingisi bu Protection Against Unwanted Software, ya'ni birorta dasturni agarda ichida ya'ni sertifikati bo'lmagan yoki birorta GitHubdan olingan qandaydir debug holatdagi ya'ni beta testdagi birorta dasturni kompyuterga o'rnatmoqchi bo'lsak, ushbu funksiya bizga ruxsat bermaydi. Aynan shu funksiyani biz bu yerdan yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Standart holatda bu ochiq bo'ladi. Buni yoqib qo'ysak, har bitta dastur o'rnatayotganimizda bizdan so'raydi, buni o'rnataymi yoki yo'qmi. Va bu yerdan Windows Security yoki Defenderda bu yerda traydan olib tashlashimiz mumkin. Hozirda turibdi. Bu yerdan agar o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda traydan bu yo'q bo'lib qoladi. Keyingisi bu Windows applicationlar uchun, ya'ni birinchi bo'lim bu avtomatik tarzda обновление bo'lishini o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bizning standart Windows dasturlarimiz uchun, masalan, kalkulyator, kamera, ya'ni soat, boshqa dasturlar uchun. Va Windows Disable Ink Workspace. Bu asosan kompyuterimizga maxsus sensorli displey ulanganda paydo bo'lib qoladi. Bir marta ulangandan keyin bu umuman o'chirib bo'lmaydi. Shuni biz bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Disable qilib qo'yamiz. Keyingisi bu Power and Battery. Ya'ni bizning kompyuterimizdagi pitaniya uchun kerak bo'ladi. Bu yerdan default, ya'ni bizning knopkamiz, ya'ni o'chirib qo'yadigan fiziki knopka bo'ladi. Ana shu knopkani bosganimizda nima hosil bo'lishini bu yerdan tanlashimiz mumkin. Ya'ni standart holatda bu kompyuterimizni blokirovka qiladi. Bosib turadigan bo'lsak, o'chiradi. Bu umuman o'zgartirib bo'lmaydi, faqatgina bir marta bosish uchun. Agar buni sign outga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bir marta bossak akkauntdan chiqadi. Agar shutdown qiladigan bo'lsak, bir marta bossak kompyuterimiz butunlay o'chadi. Bitta bosadigan bo'lsak, restart qilsak bo'ladi. Bitta bossak uxlatib qo'yadigan yoki gibernatsiyaga yoki boshqa akkauntga ko'chiradigan qilib qo'ysak bo'ladi. Standart system defaultda turgani yaxshi. Va hibernation option, ya'ni gibernatsiya funksiyasini bu yerdan yoqishimiz mumkin yoki o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu power throttling. Bu yerdan power throttling shunaqaki, agarda kompyuterimiz ya'ni batareyasi, agarda kompyuterimizda batareya yoki quvvat kamlik qiladigan bo'lsa, maxsus throttling funksiyasi yonadi. Ya'ni bizning kompyuterimizda производительность, ya'ni kuchi pasaytiriladi, protsessorning chastotalari pasaytiriladi, SSDning va жесткий diskning yozish va o'qish tezliklari ham avtomatik pasaytiriladi. Ya'ni kompyuterimiz ko'proq ishlab berishi uchun shu funksiyani bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu require password on backup, ya'ni kompyuterimizda agarda o'chirib qo'yadigan bo'lsa, o'chirmasdan просто так notebook bo'ladigan bo'lsa, krishkani yopib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni standart holatda parol so'ramaydi. Shu narsani yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu privacy. Bu yerdan biz disable password reveal icon to'g'risi bu nima uchun kerak? Ya'ni agarda kompyuterimizda blokirovkani ochayotganimizda maxsus knopka bo'ladi, ya'ni passwordni ko'rsatish uchun, ya'ni parolni nima yozayotganimizni ko'rsatib qo'yish uchun maxsus knopka bor. Aynan shu knopkani yo'qotib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. To'g'risi odamlar ko'rib qolmasligi uchun. Bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon. Keyingisi bu disable telemetry, aynan men uchun kerakli narsa. Ya'ni barcha datalarni Microsoftga jo'natadigan funksiyani bu yerdan o'chirib qo'yishimiz mumkin. Buni o'chiramiz. Keyingisi bu shortcutlar, ya'ni maxsus custom shortcutlarni, ya'ni ekranga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Masalan, kompyuterda o'chiradigan shortcutni joylashtirishimiz mumkin. Masalan, create qiladigan bo'lsak, maxsus kompyuterda o'chiradigan knopka paydo bo'ladi. Ya'ni biz push menuga kirib, bu yerdan shutdown qilishdan o'rniga shu yerdan ishonch mashina dasturni ishga tushiradigan bo'lsak, kompyuterimiz avtomatik tarzda o'chadi. Va bu yerdan shortcut maxsus disable text o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni ishonch tugmasini bosib
birorta dasturga kirib turib, bu yerdan soch tugmasini bossak, bu yerda create shortcut bo'limini bu yerdan olib tashlashimiz ham mumkin ekan. Xo'p, bu yerda elevated shortcut, ya'ni barchasi ular uchun. Va bu yerda save mode uchun maxsus shortcut bor ekan. Ya'ni bu bo'limni yoqib qo'yadigan bo'lsak, bu bo'lim orqali bezopasniy rejimga o'tib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kompyuter bezagusga qolib F12 ni bosib yo bo'lmasam shift ko'rikasini bosib turib o'tmasdan bemalol shu yerdan ya'ni save modga o'tishimiz ham mumkin. Bu juda ham qulay. Keyingisi bu screen snap shortcut. Bu juda ham zo'r narsa. Ya'ni har safar ya'ni print screenni bosish o'rniga bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri screen snapga bemalol o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu akalar meni chirog'im ketdi. Va ko'p turganingizdek, to'g'ri biroz qorong'u bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin davom etishimiz mumkin bo'ladi. Va bizning keyingi funksiyamiz bu nima? Biz qayerga kirgandik? Bu yerda keyingisi bu settings page shortcut, ya'ni bizning nastroyka bo'limidagi maxsus, ya'ni tepada ham bor edi. Ya'ni settings bo'limidagi maxsus bo'limlarni bu yerdan o'chirib yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ekranga olib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingisi bu shell folder. Bu shell folder shortcuti nima uchun kerak? Ya'ni bu standart bizning servislar, ya'ni kompyuterimizda ishlaydigan servislarni ichidan avtomatik, ya'ni qo'lda ishga tushirish uchun bemalol bu yerdan silkalarni ya'ni yoqib qo'yishimiz mumkin. Masalan, Windows Update yoki Windows Search yoki Sysmine har xil servislarni qo'lda ishga tushirishimiz uchun. Shortcut arrow tools boost bu yerdan shortcut arrowni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni birorta dastur uchun masalan yarlik paydo bo'ladigan bo'lsa, ko'p turganingizdek mana bunaqa ikonlar turadi. Aynan mana shu ikonni biz bu yerdan o'chirib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Ya'ni har bitta dastur ya'ni bu yerda hech qanday arrow ko'rinmaydi. Hozir ko'ramiz. Bu yerdan arrowni yoqadigan bo'lsa, albatta bir marotaba kompyuter pezaga usha qilish talab qilinadi. Ya'ni hammasidan ushbu ikongani olib tashlaydi. Keyingisi bu maxsus, ya'ni PS fayl uchun, ya'ni PowerShell komandalar uchun maxsus yarliklarni bu yerdan paydo qilishimiz mumkin. Va kompyuterni o'chirish uchun maxsus shortcutlar, ya'ni gibernatsiya, perzaguzka va boshqa shortcutlarni ham paydo qilsak bo'ladi. Va bu yerdan ko'radigan bo'lsak, ko'p turganingizdek, bu yerda o'chirish, gibernatsiya va perzaguzka ham yarliklar paydo bo'ldi. Keyingisi bu tools bo'limi. Tools bo'limida biz nimalarni ko'rishimiz mumkin? Bu yerda bizning kompyuterimizdagi umumiy ma'lumotlarni bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, OEM ma'lumotlar, ya'ni ishlab chiqaruvchi ma'lumot, model, support hour, bu yerga telefon nomer yoki URLni yoki umuman logoni ham standart o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan change register owner, standart holatda agarda Windows R qilib bu yerdan WinVer qiladigan bo'lsak, agarda kompyuterimiz registratsiya qilinmaydigan bo'lsa, u yerda standart Microsoft Corporation va user bo'lib qoladi. Shu yerga xohlagan registratsiya organizatsiyani yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, Bekfur men o'zim yozib qo'yganman. Va clear wallpaper history, ya'ni biz o'rnatgan, ya'ni cache holatda turgan, ya'ni aboylarni, cache'larni bu yerdan o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Merge reg files, bu nima uchun kerak? Boyagi registrat, ya'ni regeditdagi ya'ni hosil bo'lgan backuplar yoki maxsus komandalarda reg fayllarni hammasini bitta qilib, bitta registratsion fayl qilib saqlab olsak bo'ladi bu bo'lim orqali. Va open registry key, bu ham boyagi regeditdan kerakli bo'ladi. Ya'ni reset icon cache, ya'ni bizning rабочий stolimizdagi ikonkalarda keshlarini qayta ishga tushiradi. Bu local group policy bu ham reset qilib beradi. Bu asosan barcha biz kiritgan ma'lumotlarni qaytadan reset va restart qilish uchun. Run trusted installer, bu juda ham zo'r narsa. Ya'ni birorta dasturni masalan ustanovka qiladigan bo'lsak, ko'p holatlarda ishlamay qolishi mumkin. Shu holatda trusted installer, ya'ni Microsoft tomonidan hattoki administrator foydalanuvchidan ham yuqori o'rinda turadigan pozitivlar orqali kirib ustanovka qilishga yordam beradi. Bu juda ham zo'r narsa. Va system restore, ya'ni kompyuterimizda qayta tiklashimiz uchun kerakli bo'ladigan funksiyani bu yerdan ishga tushirishimiz mumkin. Va barchasi shular edi akalar. Bizning WinRTVikerni shu
Mana shuncha funksiyalari, ya'ni tviklari bizda mavjud. Shularni o'zingiz keraklilarini o'rnatib, qolganlarini o'chirishingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'sh akalar, videom shulardan iborat edi. Albatta videom sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, zarracha albatta qiziq bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman akalar. Albatta videomiz biroz uzun bo'ldi, lekin albatta foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Sizlar bilan Yosh avlod kanali bo'ldi. Keyingi videolarda yana bir bor sizlar bilan ko'rishguncha, xayr do'stlar.